Assalomu alaykum. Men Valijon Kalonov. Men Xitoy Kommunistik partiyasi Sharqiy Turkistonda amakimni va uning ayolini qamoq jazo lagerida saqlamoqda. To'raxun Jo'raboy hamda Shodiya Zakir. To'raxun Jo'raboy 1956-yil 7-oyning 8-kuni dunyoga kelgan. Shodiya Zakir 1962-yil 10-oyning 3-chistosida dunyoga kelgan. Ularni 2018-yil mart oyida uyidan olib ketgan hamda lagerda qiynashgan va azob bergan. Keyin uni turmaga o'tkazilgan. Hozir yangam Baykol turmasida, akam To'raxun Jo'raboy esa Shahu degan qamoqxonada yotibdi. Tashqi ishlar vaziri o'zbeklar u yerda qiynalgan yo'q, azoblangan yo'q deb aytgani hammasi yolg'on bo'lib chiqdi. U yerda o'zbek millati turkiy bo'lgani hammasini qamamoqda. Zudlik bilan qamoqdan chiqarishini men talab qilaman. Agar talabimni qondirmasa, mana bu hujjatlarni men Birlashgan Mamlakatlar Tashkilotiga to'g'rilab qo'ydim. Endi u yoqqa ham yuboraman. Mana bu hujjatlarni topshiraman. Hamda endi agarda mening nimam qondirilmasa, O'zbekiston Toshkent shahridagi Xitoy elchixonasining oldida mirni piket o'tkazishga majburman. Baribir ruxsat bermaysizlar, Xitoy desa jonlaring chiqib ketadi, duxlaringga o'tirib qolgansizlar. Men Tashqi ishlar vaziri va senatdan qat'iy talab qilaman. Shavkat Mirziyoyevning vazifasi bu o'zbek xalqini himoya qilish. Shu bilan hozirgi u yerda bo'layotgan fashizmga men juda qarshiman. Olimpiadaga bo'layotgan 2022-yil qishki olimpiadasiga ham qarshiman. Men Xitoy kompartiyasi Xi Jinpingdan noroziman. Zudlik bilan meni amakim va uning ayolini qo'yib yuborishni talab qilaman. So'zim tamom.